Hatto to'y kuni ham to'ydi buzing. Hech qanday gunoh, hech qanday ayb bo'lmaydi. Yana qayta aytaman, bizni qizlarimiz ko'chada qolmagan. Bizni ayollarimiz, muslima qizlarimiz xorlanishiga hech kim yo'l qo'yishga haqqi yo'q. Yo'l qo'ygan odam eng dunyoda pastkash inson bo'ladi. Otasi bo'ladimi, onasi bo'ladimi, yo bir tanishi bo'ladimi? Men labiz berib qo'yganman. Nima bu hayvonmi? Labiz berib qo'yadigan. Men labiz berib qo'yganman. Bo'ldi, beraman deb qo'yganman deydi. Yo tog'asi aytadi, yo amakisi aytadi, yo dadasi, yo onasi aytadi. Men beraman deb qo'ygan. Men seni bolang-ku. Bir nima deydi? Dunyoviy manfaatni deb, obro'ni deb turib bolasini baxtsiz qiladi. Umuman xohlamaydiganga qizini beradi. Xohlamaydigandan qiz oladi. Nima tagida bitta dunyoviy manfaat foyda yotgan bo'ladi. Ha bularni bir-birini ko'ngliga ham qarash kerak. Bu yoqdimi bir-biriga? Shunga tegasanmi, shuni olasanmi deb. Agar masalan noto'g'ri umuman bizni qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan holatda shunga tegmasam bo'lmaydi, shuni olmasam bo'lmaydi desa, unga ota-ona lekin chiroyli bilan tushuntirsa bo'ladi. Masalan, iymonsiz odamga turmushga chiqaman desa, unga unamas kerak.